Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, inson shaytonga barcha eshiklarni yopsa, shayton unga ayollar tomonidan kelishi rostmi? Bu narsa Tobiin Said ibn Musayyab rahimahullohning so'zi. Ibn Javziy rahimahulloh Zammul Havo kitobida buni o'sha Said ibn Musayyabdan naql qilganlar. Ya'ni shayton qachon odam bolasidan har tomondan umidini uzsa, unga albatta shayton ayollar tomonidan keladi deb Said Musayyab rahimahulloh tobiin aytganlar. Demak, bu oyat yoki bir hadis emas, tobiinning so'zi. Tabiiyki tobiinlar havodan olib gapirmaydi bu narsani. Birinchidan shu Qur'on sunnat ma'nolari shuni quvvatlaydi. Ikkinchidan shuni hayotda tajribalar ham o'zi tasdig'ini ko'rsatadi. Shuning uchun umuman olganda to'g'ri gap bu, ya'ni. Qachon agar shayton odam bolasini boshqa tomonlardan kelib aldashga urinib umidini uzsa, keyin shu ayollar tomonidan keladi. Bunga bir masalan Qur'ondan dalil qiling. Yusuf alayhisalom qissasida. U kishiga hech narsa qila olmadi shayton. Akalari bilan ig'vo qilib o'ldirtirib yubormoqchi bo'ldi, qo'ldan kelmadi. Qul qilib shu bilan qul bo'lib dabbub yo'qib ketadi deb o'ylagandi shayton, qo'ldan kelmadi. U kishiga bir aksincha foyda bo'ldi qul bo'lganlari ham. Boshqa ko'rinishlardan hamma tomonidan kelgan imkon bo'lmadi. Oxiri kelgan borib ana ayolni miyasini kovladi shayton. O'sha nima qilsa qildi, mana Qur'onda keldi-ku. Alhamdulillah, u kishi o'sha fitnadan ham eson-omon o'tib ketdilar. U kishiga o'sha fitna ham foyda bo'ldi, ya'ni. Va xuddi shuningdek, ona hadislarda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ittaqud dunya va ittaqun nisa." Dunyodan qo'rqinglar, ya'ni ehtiyot bo'linglar, va ayollardan ehtiyot bo'linglar, chunki Bani Isroilning fitnasini avvalo ayollarda edi deganlar. Buning har xil tafsiri bor. Ayollarda degani faqat har doim harom xarish ayollarga o'ralashishda degani emas. Ba'zan masalan xotini ham insonga fitna bo'ladi. Qancha odamlar bor, shunday haqdan botilga o'tib ketadi. Nima uchun? Xotin sababdan. Haqda yurgan odam bir kun qarasang, namozlarni ham tashlab yuborgan kerak bo'lsa, ichib, chekib yurgan ham bo'lib ketadi. Nimaga? Xotini o'zi yomon bo'ladi, xotini yo'ldan uradi, shu dunyoparastlikka targ'ib qiladi, shu bilan dunyo yo'lga o'tib ketadi. Kerak bo'lsa ba'zan ko'rasiz, jihod yo'lidan har xil bahonalar bilan ochiqdan ochiq bir siyosat boshqatib, bunaqangi bir kufr nizom yo'liga o'tib ketib qoladi odam. Nimaga? Xotin sabab bo'ladi. Yani mana tarixda qarang, Ali roziyallohu anhuni o'ldirgan Havorij, o'sha odam tuppa-tuzuk odam bo'lgan o'zi deyilgan, lekin xotini Havorij bo'lgan. Shuning uchun xotiniga uylanib, shu bilan unga mahrga Alini o'ldirsan deb Havorijga ham ketgan. O'zimizda aytadiku, yiqiladigan ham qaro, yiqiladigan ham xotin deb. Ya'ni ayol fitnasi deganda shuncha aytayapmiz, faqat ana ko'chadagi bezori ayollar degani emas. Bu har qanaqa ayol, ya'ni. Ba'zan kimgadir onasi shunaqa. Tuppa-tuzuk yurgan odam onamidi deydi, qarasangiz, onasini onamni rozi qilishim kerak, onamning xizmatini qilishim kerak deb dinidan qaytib ketadi. Onalar endi mayli bolamga deb rahm qilib, shunaqa deb uni oldiga chaqirib oladi, boshqa qiladi, keyin uni zolimlar qo'lga olib ushlab, uni o'zini yo'rg'iga yurg'izib, xoin qilib musulmonlarga qarshi ishlaydigan, quloq qilib qancha odamlar bugun ko'ryapmiz mana shunaqa holatini. Birodarlarni sotib beradi borib zolimlarga. Asli qarasangiz, shuni onasi chaqirgan bo'ladi, orqaga o'tirib olib. Ana shuning uchun ayollar tomonidan keladi deganda bu umumiy narsa, ya'ni. Xotin tomonidan, ba'zan qizi tomonidan, ba'zan onasi tarafdan, kimgadir qaynonasi masalan o'tirib olib, o'sha ham fitnani qaynonasi qiladi, o'sha qaynonasining yo'rg'idan chiqmaydi. Va hokazo har xil ko'rinishlari bor buni. Va endi mana ba'zi odamlarga bu aytganingizdek ochiq shunaqangi bir fitna ayollar tomonidan, ya'ni bir ko'cha-ko'ydagi ayollar tomonidanmi yoki uyda o'tirgan holatida ham bugun internetdagi ayollar orqali fitna qilib shu tomondan keladi. Va eng yomon ko'rinishlardan mana hozir musulmonlarni qo'lga olib, ularni bundan ib o'tkazib olishyapti. Qaysi tomondan? Ayollar tomonidan. Shu zolimlar shunaqangi ayollarni yollaydi o'zi musulmonlarga. Ularni go'yoki ilintiraman deb o'ylaydi, shunaqa qilib, yozishmalar boshqa qilib, keyin yozib olib, keyin shu bilan unga tahdid qilib, endi bizni yo'rig'imizga yurasan deb, o'sha uchun keyin ularga ya'ni o'zini yo'rig'iga yurg'izib tahdidlar qiladi-da. Shu bilan qarasang, u odam ularni odamiga aylanib qoladi. Ana shuning uchun bu ayollar tomonidan keladi degani, bu odam shaytonlar ham ko'ryapsiz, ayollar tomonidan kelyapti. Shunaqangi buzuq ayollarni yollab, bularni bundan o'tkazib boshqaraman deydi. Bo'lmasam sharmandayin chiqaraman deydi. Hammasi shu ayollar tomonidan keladi. Shuning uchun bu to'g'ri gap. Ya'ni maqsad to'g'ri bundan, ya'ni Alloh alam.